Mana daftarning 169-beti teng kuchli nisbatlar. Ikkinchi topshiriq. Birinchi masalaga ko'ramiz. Demak, rasm asosida nisbatlarni yozing, tegishli guruhlarga ajrating va nisbatlarni qisqarmas shaklda yozing. Namuna berilgan, demak bizda 3 ta kvadrat, 6 ta doira bor. Kvadratlar sonining doiralar soniga nisbati bu 3 bo'lingan 6 ko'rinishda bo'ladi. Endi guruhlarga ajratadigan bo'lsak, demak 3 ta kvadrat bitta guruh, 3 ta doira bitta guruh va 3 ta doira bitta guruh. Ya'ni bitta kvadratlarda guruh va 2 ta doiralarda guruh. Shuning uchun ularning nisbati qisqarmas shakli bu 1 ga 2, ya'ni 1/2 ko'rinishida yoziladi. Endi biz A variantini ko'ramiz. Bizda uchburchaklar bor. Demak, 6 ta uchburchak va 4 ta kvadrat bor. Uchburchaklar sonining kvadratlar soniga nisbati. Endi uchburchaklar 6 ta bo'lganligi uchun biz 6 deb yozamiz. Kvadratlar esa 4 ta edi. Demak, bo'lingan 4 ko'rinishida yozamiz. Bu bizning demak 6 ga 4 javobimiz. Endi nisbatning qisqarmas shaklini ko'rishimiz kerak. Buni hisoblash uchun biz uchburchaklarni demak ikkitasi 1 bo'lgan guruhlarga bo'lib chiqamiz. Demak, 3 ta guruh bo'ldi. Bu esa 2 ta guruh. E'tibor beramiz. Demak, bizda uchburchaklar 3 ta guruhni tashkil etdi. Kvadratlar esa 2 ta guruhni tashkil etadi. Demak, 3 ta ga 2 ta bo'ladi. Va qisqarmas nisbat ko'rinishi 3 ga 2 degan javob kelib chiqadi. Buni belgilab olamiz. Endi B variantiga o'tamiz. Bizda demak nechta doira bor? Bu yerda 6 ta. Bu yerda ham 6 ta. Demak 12 ta bizda doira bor. Uchburchaklar esa 9 tani tashkil etadi. Sanasak 9 ta bo'ladi. Demak, doiralar sonining uchburchak soniga nisbati. Bu yerda 12 ta edi. Demak, biz 12 deb yozamiz birinchi. Bu yerda esa 9 ta uchburchak. 12 ga 9 nisbati hisoblanadi. Demak, bu javobni belgiladik. Endi nisbatning qisqarmas shaklini olishimiz kerak bo'ladi. Buni qilish uchun biz quyidagi amalni bajaramiz. Demak, har 3 tasi bitta guruh bo'lgan qismlarga ajratamiz. Ya'ni doiralar shunda 4 ta guruhga ajraladi. Uchburchaklar esa 1, 2, 3 guruhga ajraladi. Ya'ni bu yerda 1, 2, 3, 4 ta guruh bo'ldi. Uchburchaklar esa 1, 2, 3 ta guruh bo'ldi. Demak, ularning nisbati 4 bo'lingan 3 nisbatda bo'ladi. Bu aynan nisbatning qisqarmas shakli hisoblanadi. Va bularni ham belgilab oldik.